Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli YouTube kuzatuvchilar. Akalar, videoni boshida aytib ketaman. Hammaga mana shunaqangi go'zallarida, zo'llaridan boqishlik nasib qilsin. Akalar, yangi partiya qo'yiladi, go'zallaridan kelgan, zo'llaridan videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Akalar, sizlar qidirgan, izlagan qo'ylar bugun chiqadi. Ona bola bor, arashan toza, elita yarichka urg'ochilar bor. Hammasini birgalikda, Abdulazimdan birgalikda akalar sizlarga olib chiqib, ko'rsatib, birma-bir narx-navolarni yoritib berishga qo'ldan kelganicha harakat qilamiz. Videolarimizga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring akalar. Maslaqangi toza zo'llaridan olib kelib sizlarga taqdim etaveramiz. Hafta kuniga bugun dushanba, sanamiz 12-may 2025-yil. Toza arasan qo'chqor qidirib yurgan akalarimizga birinchi partiyamizga akalar oppog'idan biror joyda bir petnosi yo'q, toza oqidan arasan qo'chqorchamiz. Akalar, parametrlariga kelsak, bu qo'chqorimiz bo'yi 90+, qulog'i 20 toza, ikkitishdan yangi 4tishga tish buzdi, rosmana chiqargani yo'q. Mana jonivorni qaranglar akalar, ideal narsa. Hamma tomonlama go'zal. Mana oldi to'shlari, stoykalari, kasak hamma tomonlama go'zal. Qulog'i toza 20 akalar. 20+, 20 ga javob beradi mana. Tomirlari. Hammaga nasib qilsin. Qo'chqorimiz akalar haqiqatdan ideal narsa. Korpuslariga bitta ahamiyat beringlar. Hamma tomonlama go'zal. Juda ham chiroyli, yaxshi qo'chqorlar kelgan akalar. Sog'liqlar bor. Mana oldi to'shini qaranglar. Ana tush. Haqiqiy mana toza narsa akalar. Mana jonivor. Endi buni akalar bitta razreziga ahamiyat berasizlar. Razrezni qaranglar, dakansa. Ideal holatda razrez. Mana jonivor. Bu tomonni ham ko'rsatganmiz. Mana qo'chqor akalar. Juda ham a'lo darajada. Yeb ichishlari zo'r, hamma joyi sog'lom akalar. Ideal holatda qo'chqorchamiz. Ana akalar, oyoqlari ham o'ta baquvvat. Sog'lom narsa. Hamma tomonlama ko'rib olasizlar akalar. Hop. Bugungi akalar yaxshi qo'ylar chiqadi, shu qo'rada turibdi. Ahamiyat bilan ko'rasizlar, juda ham yaxshi zo'r qo'ylardan kelgan. Abdullah sizlarga bugun chiroyli qilib ushlab ko'rsatib, hammasini ko'rsatib beradi. Abdullahga bittadan like bosib turasizlar. Qo'ylar qanaqalari kelibdi Abdullah? Yaxshilardan kelibdimi? Akalar, qo'ylar dahshatlaridan kelgan. Qo'chqorimiz akalar bu tomonni ham aylantirib ko'rsatyapmiz. Mana. Orqasini ko'rsatgan, razrezlarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana buni qaranglar akalar. Mana oyoqlari keng, razrez chutki mana. Ko'ryapsizlarmi? Haqiqatdan go'zal narsa aka. Hop akalar, buni narxiga kelsak, narxini akalar $900 ga dastavkasi bepul yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab mutlaqo tekin, voha bo'ylab ham tekin. Qayerdan bo'lsangiz aka $900 ga uyingizga yetib boradi. Masnaqa toza narsa, zo'r narsalardan qo'shib, xudo xolasa chiroyli natijalarga erishinglar akalar. Biz obunachilarimizni doim eng yaxshisini, eng zo'rini ilinib kelganmiz. Mehnatimizni qadrlab bittalardan like bosib tursalaring akalar, sizlarga masnaqa zo'rlaridan ko'rsataveramiz, xudo xolasa. Bo'lmasam biz ikkinchi partiyani ko'rsatamiz akalar. Akalar, ikkinchi partiyamizga ona bolani original zo'rini olaman deb yurgan akalarimizga mana akalar. Birinchi bolasi, qo'lsini qaranglar, juda ham go'zal tushgan. Onasi yosh, ikkitishdan endi 4tishga o'tdi bu. Hozir bo'ylarini ham o'lchaymiz akalar. O'ta yirik katta narsa onasi ham. Oyoqlarini turishini ko'ryapsizlarmi mana? Haqiqatdan go'zal zo'ridan akalar. Endi bolasini qaranglar. Oldi to'shlari ham chutdiki. Mana. To'shlari keng. Mana akalar. Ikkovida ham tumor bor, bir xil bo'ynida mana. Buni bolasida ham bor. Ayo, onasida ham bor. Quloqlari mana, butun. Haqiqiy qo'yda originali. Xotirjam
Olaverasizlar, bu yaxshi qo'ylar, o'zimiz tanishdan olingan ideal narsa. Zoti tayin. Aniq qo'ylar akalar. Ana jonivar. Bu tomondan ko'rsatishlar. Ana onasi ham. Cho'tki narsa akalar. Hamma tomonlama kelishgan chiroyli holatda sog'lig'imiz. Bolasi qo'chqor akalar, bolasi 6 oylik. Birinchi bolasi. Ana tishini bergin menga. Bitta tishini ochib qo'y. Mana akalar. 4 tish. 4 tishga yetkazibdi, rovna 4 tish. Mana bolasini oldi to'shlarini ko'ryapsizlarmi? Ana quloqlari, shalpon quloq. Onasini qulog'i 20 plus. Bolasiniki ham 19,5 o'sadi hali yana. Mana. Haqiqiy toza narsa. Ikkalasi ham maza qilib boqadigan yaxshi qo'ylar. Metrdagiga qobilcha bo'yni o'lchaylik. Onasini bo'yni o'lchab qo'yaylik. Metr. Juda yirik sog'liq akalar. Uzunliklari ham ancha uzun. Surar qaroqqa. Tekis tushadi. Mana. Tekis tushadi. Mana akalar. 88 ha. Bu tishi ham turibdi, pisib oldi. Pisabdi, uzunligini o'lchab qo'yaylik. Voh, mana. Uzunligi 90 dan uzun ekan, lekin mana akalar. Tilkasiga qo'ydim mana. 96 ekan rovna. 95. Xullas akalar, go'zal, zo'r narsa. Ikkalasi ham toza. Zoti tayin narsalar kerak. Qaranglar. Xo'p, bularni akalar narxiga kelsak, taqalgani $1100 dastlabkasi bepul yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Hamma viloyatlarga dastlabkilarimiz tekin akalar. Mana. Toza zo'rini boqing. Ko'z quvonadi. Ko'rganda ko'z quvonadigan darajada sifati ham hamma joyi o'ziga yarasha. Sog'lom narsalar maza qilib boqib baraka topaverasizlar. Bolasi ham o'z onasiga yetib olibdi akalar. 6 oylik qo'zi bu. O tish buzguncha metrdan o'tib ketadigan qo'chqor bo'ladi inshaalloh. Keyingi partiyalarga ko'rsataveramiz a. 3-partiyamizga Arasan qo'chqorni elitasidan. Mana yuzlarini qaranglar, oq, quloqlari oq, qorin qismi, oyoqlari, hamma taylari oq. Birinchi svetda akalar, hozir trendda bo'layotgan svetdan, bu ham qo'zi qo'chqorcha. Ideal narsa akalar. Maza qilib qo'yga qo'shgani bemalol tarbiyalab kuzgacha boqsalaring akalar, maza bo'ladi xohlasa. Svetlik, haqiqiy, toza qo'chqorimiz. Maza qilib, zot ko'paytirib boqaveradigan narsa akalar. Qo'chqorni qaranglar. Ideal narsa, stoykalari, hamma tomonlama go'zal. Aylantirganmiz. Tomonlarni ham ko'rsat, razrezlarni ko'rsat. Oldi mana, razrezni qaranglar. Oyoqlari keng. Ana. Bu tomonni, yo'llarini ko'rsat. Shunday. Bo'ldi. Mana kallalari akalar. Jonivorni qaranglar. Garbonoslik, yuzlari oq. Ana quloq. Quloqlari ham chitki. Akalar, buni narxiga kelsak, oxirgi taqalgan narxi $600 dastlabkasi bepul yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Ana, hamma tomonlama ko'rib olinglar. Xohlasa ideal narsa qo'chqor. Hammaga nasib qilsa, hammani xonadonida mana shunaqa toza zo'rlaridan boqishlik nasib qilsin akalar. Bittadan like bosib ko'ringlar, qo'ylarni zo'rlari chiqadi akalar. Bo'lmasam biz keyingi partiyalarga navbatni beramiz. Akalar, mana 4 ta qora bor. Bitta-bitta olib chiqib sizlarga ko'rsatamiz. Hammasi ideal, bir qora. Toza sog'liqlar. Maza qilib qo'y qilib olasizlar. Hammasi qo'zi akalar. Arasanning qora qo'zlariga akalar haqiqiy go'zallaridan, zo'rlaridan kelgan. Hop, bu qo'zimiz akalar.
7 oylik urg'ochi qo'zi. Hamma tomonlama kelishgan, uzunliklari ham, oyoqlari ham, garbonoz qulog'i, hamma tomoni ideal holatda sog'lig'imiz. Mana jonivor. Quloqlari shalpon quloq. Stoykalari tekis narsa. Razrez, mana. Razrezlari ham ideal. Bu tomonlarni ham aylantirib olasiz. Mana akalar. Hamma tomonlama go'zal holatda. Mana garbonoz quloqlarini qaranglar. Ideal. Cho'tki narsa. Maza qilib, qo'y qilib ko'paytirib olasizlar akalar. Hali yosh narsa, buni 3-4 yil, 5 yil maza qilib, xudo xolasa bolasini olib yurasizlar inshaalloh. Mana. Cho'tki. Hamma kesaklari, oyoqlari, hamma tomonlama go'zal. Buni akalar yo'qotmasdan maza qilib bolasini olib yurasizlar. Hozir 4 dona mana shunaqa bir xilda chiqaramiz. Hammasi bir qo'ra toza tayini bor narsalar. Bu sovlig'imiz akalar, hop 7 oylik narxini oxirgi taqalgani $500 ga dastavkasi bepul yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Keyingi partiyani ko'rsataveramiz aplas. Orqasini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Quloqlarini qaranglar, shalpaq. Mana akalar. Ideal holatda sog'lig'imiz. Bu tomonni ham bitta ko'rsatib qo'y. Ana. Ana kallalari. Bo'ldi. Hop akalar mana. Keyingi sog'lig'imiz juda ham chiroyli. Qulog'ini, garbonosini qaranglar. Ideal holatda. Orqa tomonini ko'rsatganmiz, buni razreziga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Mana tikka narsa haqiqiy. Qarang. Qo'zi bu ham hali. Ana. Yerkan bu ham. Ana. Ablas bir pasta qo'lg'on o'rgatasan Ablas. Ablasga bittadan laykni bosaverasizlar akalar, sizlarga zo'r qo'yiladi, chiroyli qilib o'sha ko'rsatib beraveradi. Akalar bu qo'zimiz 6 oylik, narxi kelsak $450 ga dastavkasi mutlaqo tekin yetkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana jonivor. Oldi to'shini qarang endi. Bu to'shni ko'ryapsizlarmi akalar? Ancha-muncha qo'chqorda yo'q. Mana. Kengligiga bitta baho beringlar mana. Hamma tomonlama holati zo'r, xudo xolasa. Mana razrezlari. Cho'tki. $450 ga dastavkasi tekin. Aloqaga chiqaveringlar akalar. Akalar endi mana bu qo'ziga bitta ahamiyat berasizlar. Jonivorni qaranglar, juda tikka narsa-da bu. Mana quloqlari, garbonoslari ideal holatda. Bu 5 oylik qo'zimiz akalar. Kenjatoy ichida eng 5 oylik qo'zi. Ablas bitta razrezni ko'rsatib qo'y. Mana akalar. O'ta ham tikka oyoq qo'lni uzunligini qaranglar. Uzun oyoq qo'llari. Mana. Hamma tomonlama go'zal holatda. Mana jonivor. Maşallah. Ayyamasdan laykni bosasizlar akalar. Hammaga nasib qilaversin. Hop, bu 5 oylik qo'zimiz narxi akalar $350 ga oxirgi taqalgani. Aloqaga chiqaverasizlar, dastavkasini bepul qilib beramiz akalar. Buni dastavkasi Toshkentgacha akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ag'i lekin kelishilgan holda chiqaraveramiz. Nimagaki $350 ga akalar bitta aksiya qilib addush obunachilarga sizlarga ilindim. Oxirgi taqalgani $350 ga dastavkasi o'sha Toshkentgacha qilib beraman. Vodiy bo'ylab tekin. Endi Buxoro, Samarqandlik akalarimiz aloqaga chiqsa, akalar dastavkasiga yordam qilasizlar. Mana. Qo'zi vafshi go'zal. Olinglar $350 ga maza qilib qo'yib olasizlar akalar. Akalar navbatdagi qo'zi sovlig'imiz. Jonivorni qaranglar, 6 oylik urg'ochi akalar. Juda ham holatlari yaxshi holatda. Ablas hamma qo'ydi o'rgatdi ham akkaga. Akalar Makkani berib o'rgatib olaveradi bir tasda bu. Mana. Qo'yga juda ham ishqiboz. Ablas
akalar. Holati yaxshi holatda. Bitta aylantirchi. Ana sog'lig'imiz. Akalar videoni cho'zmasdan $370 dastavkasi mutlaqo ekan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana garbonoslari, quloq, hamma tomonlama akalar. Zo'r narsa. $370 addush obunachilarimizga. Mana. Agar ikkitasini olsalaring akalar, $350 deganim bilan $700 dastavkasini o'zim qilib beraman, aloqaga chiqaringlar. Jupini oxirgi narxi. $350 dedim, bundan oldin chiqqanini. Anasiga qo'shib $700 dastavkasi ham mendan akalar. Toshkentgacha aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Hajjano. Oxirini olib chiqamiz, bilasiz. Xo'p, akalar, oxirgi partiyamizga sog'lig'ida ikki tishidan. Juda ham go'zaladan. Qo'chqor bo'lsa, qo'shgani tayyor akalar. Ana dumbalari, hamma tomonlama go'zal. Mana julla. Chitki. Ideal holatda sog'lig'imiz. Bu akalar ikki tish. Qo'zidan ikki tishga o'tgan. Uzunligi ham uzun. Oyoqlari lekin oyoq emas qo'ydi akalar. Suyak yo'g'on qo'ylar bo'ladi, shunaqa. Oyoqlarini qaranglar. Ayiq polvon odamni. Bu tomonga bitta ko'rsatyapsiz. Juda baquvvat ekan, bilasiz. Hop, akalar, buni narxiga kelsak $400 ga dastavkasi mutlaqo ekan. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. $400 ga dastavkasini akalar, ashi Samarqand, Buxorogacha qilib beraman. Oddiy bo'ylab mutlaqo ekan. Hammaga zo'ridan boqishlik nasib qilsin. Hammani chorvasiga, kasbkoriga Alloh baraka bersin akalar. Hammani xonadonida mana shunaqangi jonivorlardan juda ham ko'p boqishlik siz va bizga nasib qilsin inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib turinglar. Yanagi haftaga chiqaramiz endi, xudo xolasa. Bu haftaga mana shu qo'ylar keldi akalar. Hammaga omad, hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Bittadan like bosib, addushi kommentariyaga yaxshi fikrlaringizni bildirib turinglar akalar. Sizlar uchun xizmatda Abdulaziz akalarimiz doim xizmatdamiz. Abdulaziz. Nechta like bo'lsin? Bittadan. Bo'ladi bittadan akalar.